Bir kunga qorong'u va bo'sh bo'lgan eski uyga yo'l olib borayotgan Edward uyga kirar ekan, uning yuragi tez-tez urib turardi. Bu uy shahardan chetida joylashgan, yillar davomida tark etilgan va atrofida hech kim yo'q edi. Yillar davomida hech kim bu uyga yaqinlashmagan. U doimo qorong'u va jim bo'lib qolgan edi. Edward esa bu uyni sotib olish uchun keldi. Shunda uning hayotida yangi bir boshlanish bo'lishi kerak edi. Uyga kirar ekan, uning ichki qismlari qorong'ulik va yirik loyli pol bilan to'lib turgandi. Qadam bosganda pol shovqin qilardi, lekin Edward hech narsa sezmasdi. U oldinga siljiydi va o'zini xotirjam tutishga harakat qiladi. Lekin shu vaqtning o'zida u qandaydir g'alati tovushlarni eshitdi. Bu tovushlar yuqoridan, qavatdan kelardi. Go'yo kimdir qadam tashlab yuribdi. Uyning ichida noaniq shakllar ko'rindi. Ko'pincha ularga qarasa, ular bir zumda yo'qolardi. Edwardning ko'zlari qorong'ulikka ko'nikmagan edi. U har bir qadamda nimadir sirli tarzda o'zgarayotganini his qilardi. Edward yuqori qavatga chiqishga qaror qildi, lekin har bir qadamda qattiq shovqin chiqdi. Ko'zi qorong'ulikka to'la bo'lsa-da, bir paytlar yashaganlarning izlari va o'ziga xos bir yozilgan matnni ko'rdi. Bu matn qattiq va tushunarsiz edi, lekin bir so'zni anglaydi. Birinchi kecha hech qachon o'tmaydi. Edward o'sha kechada kutilmaganda o'zining qorong'u va begona dunyosiga kirib borishini his qilardi. Shovqinlar kuchayib, derazalardan sovuq havo kirardi. U bir qadam orqaga qadam bosdi, lekin hozirgi vaqtda uni kuzatayotgan xotira va shubhalar borgan sari kuchayib borardi. O'sha kecha Edwardni eslab qolgan, ehtimol unga tushunmasdan xiyonat qilgan insonlarning ko'zi qorong'ulikda ajralib ko'rindi. U har bir qadamda ularni sezardi. Go'yo ular uni kuzatayotgan, yakkalashayotgan, uning yuragi esa barqaror bo'lishdan qochib ketar edi. Tungi soatlar o'tgach, Edward o'zini to'xtatishga va chiqishga qaror qildi. Ammo eshik ochilganda u hech narsani ko'rmadi. Faqat uzilishga yuz tutgan ko'zlar va oshiq bo'lgan yirik sirli qiyofa. Lekin u o'zi yolg'iz edi. U uyga kirganidan buyon nimadir noto'g'ri edi. Endi esa bu uy unga qo'rqinch va dahshatli sirlarni